Mana bunaqa retsept bilan trenerlarimizdan kelyapti, novichoklar zalga kecha chiqqanlar. Doniyor aka, qarang. O'z takrasiga savol bermoqchi edim. Gainer, Whey, amino, bitsa, kreatin, vitamin, arginin, energetik glutamin 9 ta narsani trenerlar novichok bolalarga yozib beryapti. Endi ular ham rezultat zo'r bo'lsin deydi, lekin bu qanchalik to'g'ri, aka? Bu spiska menimcha menga to'g'ri kelsa kerak. 10 yilga opitim bilan. Da, menga to'g'ri keladi. Lekin shuni tushunib yetish kerakki, endi zalni boshlagan odam 80% tashab qo'yadi zalni. Birinchi oy niyat qildingiz, abonement oldingiz, chiqdingiz. Kreatindan boshlang. Kreatin bu professionallagan, novichoklagan eng zo'r dababka. Narxi ham arzon. Bir oy o'tdi. Mishsalarga nima kerak восстановлениеga? Oqsil kerak. Keyin Whey'ga o'tdik. Whey ichdik. Ikkinchi oy o'tdi. Zal zo'r yoqdi, mishsalar o'sdi. Nagruzka nimaligini bildinglar. Sizlar qarayapti. Da, og'ruvlar boshlandi. Undan keyin bitsa bilan glutamin qo'shib yoramiz. Bo'ldi. Shu 4 talik yetib ortadi. Ito mana shu 4 ta narsa srazi emas, etap bilan. Da.